haqida so'rabdilar, agar odatda uchib yuradigan qushlar bo'lmasa, boqsa bo'ladi chiroy uchun. Uni faqat hali aytilgandek vaqtida suvini, ovqatini, qishda issiq, yozda salqin joyini qilib berib, ularning hayotdagi maqsadi ko'payish va yeyish. Shuni zo'r sharoitni qilib bersa, boqsa bo'laveradi deyilgan. Lekin odatda uchib yurib o'lib qolmaydigan qushlar bor. Tabiiy uni qafasga solib boqishlik makruh deyilgan. Endi hali biz odatda qafasdan chiqarib yorsak, balki o'lib qoladi qushlarimiz. Chunki u bizni klimatga moslashmagan, u yeydigan narsalar bizda o'smaydi odatda. Shuning uchun o'shanaqangilar bo'lsa, agar chiroyli boqaman, vaqtida qarayman desa bo'laveradi. Baliqni ham shuni singari boqsa bo'laveradi. Xudo bizga yaratganda ularni chiroyini ko'rib maza qil, ovozini eshitib maza qil, go'shini yeb maza qildi Xudo yaratganda. Biz uchun hamma narsa xalaqalakum ma fil ardi jami'an deydi Xudo. Yer yuzidagi hamma yo'q sizlar uchun deydi.